Xalqara сақчы тәшкілаты Интерпол Маракешнің Касабланка шәһәрдәге xalqara аэродромда tutib qelinib, Xitoyga qaytarilish xavfiga duch kelgan Uyg'ur faoliyatchi İdris Hasanning qizil tashliq tutish buyrug'ini to'nglatgan. Interpolның aytishicha, ular İdris Hasan haqida yangi uchurlarga erishgan bo'lib, uning ahvolini aniqlash oxirlashgan qadar uning haqidagi qizil tashliq tutish buyrug'i to'ng'atilgan. 33 yoshli faoliyatchi İdris Hasan bu yil 19 iyul 2012 yildan beri yashab kelayotgan Turkiyadan Yevropadagi bexatar 3-bir davlatga panohlik izlab menib, Marokashning Kasablanka shahriga qo'nganda tutqun qilingan. Keyinroq uning Xitoy hukumati tomonidan terrorlik bilan ayblanib Interpolga berilganligi va Interpolning uning ustidan qizil tashliq tutish buyrug'i chiqarganligi ma'lum bo'lgan edi. Janubiy Xitoy Sahar pochtasi gazetining xabar qilishicha, Interpol bosh sekretariati o'zlarining 2016 yildan beri a'zo davlatlar tomonidan talab qilingan har bir qizil tashliq tutish buyrug'ining Interpol nizomnomasiga uyg'un yoki emasligini qayta tekshirib kelayotganligini bildirib, shu munosabat bilan erishgan yangi uchurlar bosh sekretariatining diqqatini qo'zg'ashga İdris Hasanga chiqarilgan qizil tashliq tutish buyrug'i yangi aniqlash oxirlashgacha to'ng'iltildi degan. Interpolning bir amaldori bu qarorning Xitoy va Marokash doiralariga uqtirilganligini aytgan. Biroq qandaq uchur İdris Hasanning delosini qayta ko'rib chiqishga turtki bo'lganligini aytmagan. Interpolning Xitoy hukumati Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilish bilan ayblanayotgan bir vaqtda İdris Hasanga tutish buyrug'i chiqarishi kishilik huquq organlari, Uyg'ur tashkilotlari, ba'zi g'arb siyosiyonlarining diqqatini qo'zg'agan. Amerika Avam Palata a'zosi Kristofer Semiz İdris Hasanni Xitoyga o'tkazib berish rasmiyatini darhol to'xtatishni talab qilgan. Kishilik huquq tashkilotlarining qarashicha, bu voqea Xitoyning Uyg'urlarni bostirishda Interpolni suiiste'mol qilayotganligining yana bir misoli ekan. Ba'zi xalqaro qonunshunoslar Interpolning İdris Hasanga chiqargan qizil tashliq tutish buyrug'ini to'ng'itish qarorini qarshi olganligini, biroq uning qandaqlarcha tekshirib boqmayla bundaq bir qizil tashliq buyrug'ini chiqarishi jiddiy savol paydo qilganligini bildirgan. Interpol ilgirimi Dünya Uyg'ur qurultiyi raisi Dolqin Aysaga tutish buyrug'i chiqarib, 10 necha yildan keyin bekor qilgan edi.